Bu safargi reel o'tgan safarga o'sha fotografiya o'zi nima deb nomlangan reelni davomi hisoblanadi. O'shanda vaqtim yetmay qolganligi uchun fikrim yakunlanmay qoldi. Shuning uchun mavzuni to'liq tushunish uchun bundan oldingi reelni ham bir ko'rib qo'ysangiz, ya'ni mavzuni to'liq tushunasiz. Demak, aytdikki, inson yorug'likni his qiladi. Kameralar bo'lsa yorug'likni o'lchaydi. Kamerada hissiyot bo'lmaydi. Unda bor yo'g'i bo'ladigan narsa hop shutter speed, diafragma va ISO bor. Fotograf ilmlar mana shu yerda sizga juda ham asqotadi. Ya'ni siz mana shu bir uyum shisha va plastikdan iborat bo'lgan kamera orqali siz yorug'likni ushlaysiz va tomoshabinlarning hissiyotiga ta'sir o'tkazasiz. Demak, hammamizga ma'lum, mana bu quyosh chiqishi va botish paytidagi soatlar bor. Buni golden hour deyishadi. Bu paytda olingan suratlar inson kayfiyatini ko'tarib yuboradi. Inson hissiyotida ijobiy xarakterlarni paydo qiladi. Shuning uchun bu paytda orzuga o'xshagan dreamy fotolar olinadi yoki bu paytda umuman ijobiy deb tan olingan, ya'ni hikoyasi ijobiy bo'lgan suratlar olinadi. Quyosh chiqishidan yoki botgandan keyingi vaqtlar bor. Unda butun mana shu yer yuzini ko'k, sovuq rang egallaydi. Bu paytda olingan suratlar bo'lsa tomoshabinlarning hissiyotida depressiya paydo qiladi. Ya'ni bu paytda odatda hikoyasi salbiy bo'lgan kadrlar olinadi. Agar siz ikkalasini o'rnini almashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, aytaylik, oltin soatlarda qiynalib turgan insonni suratini oladigan bo'lsangiz, insonni diqqati bilan uni hissiyoti urushib qoladi. Ya'ni siz bu bilan tomoshabinni behuzur qilasiz. Shuning uchun yorug'likni tanish va uni ongli ishlatish juda ham muhim hisoblanadi. Men bu bilan kamerani o'rganmasligimiz kerakmi demoqchi emasman. Birinchi o'rinda yorug'likni o'rganish kerak. Ana undan keyin kamera ikkinchi o'rinda turadi.